Karimov davrida pul topsang bo'ldi. Natijada pora hamma yerda rivojlandi. Endi tasavvur qiling. Prezident chiqib porani otni kallashday qilib olyapsizlar-ku, ishlaylar desa televizorda. Ko'kidan olib turibsizlar-ku, ishlaylar. O'zim ko'rganman Karim chiqib gapirgan. Faqat yolg'on, yolg'on, yolg'on. Birinchidan Karimov davri emas, rahmatli Islom Karimov davri deb eslanadi. Ikkinchidan siz o'rtag'iz bo'lmaganlar. Rahmat prezidentimiz. Keyin o'sha paytda nohaqliklarga guvoh bo'lgan ekansiz. Shu televiz bilan, shu duxiz bilan o'tib ketgan rahmatli odamning orqasidan g'iybat qilib emas, o'sha paytda chiqib gapirmadingizmi? Yuzlariga gapirmadingizmi? O'sha paytda duxiz qatda edi. Sizda haligi urushdan keyingi qahramonlar hozir juda ham ko'payib ketgan. Bilasizmi? O'sha Islom Karimov davrida biz ham yashaganmiz. Allohga shukr tinch yashaganmiz. Avval Allohga shukr, lekin shu inson sababchi bo'lgani uchun va shu insonni davrida yashaganim uchun faxrlanaman. Sizlar gapirmanglar, o'lib ketgan odamlar orqasidan uyalmaysizlarmi? Ozgina Allohdan qo'rqinglar. Bugungi prezidentni maqtab, kechagi prezidentni yomonlaganlar, ertaga keyingi prezidentni maqtab, hozirgi prezidentni ham yomonlaydi. Imini sizdaqa lagan bardorlar. Prezidentimiz yaxshi inson bo'lganlar. Sizlar aytsanglar ham, aytmasanglar ham juda yaxshi bilamiz. Qanaqa inson bo'lgan. Imini sizdaqalarni gapirtirmagan. Tizim qattiq bo'lgan. O'sha tizim qattiq bo'lgan ham yaxshi bo'lgan ekan. Mana sayrayapsiz, tarixni o'zgartirmang. Tarixni o'zingizning gaplaringiz bilan, o'zingizning qarashingiz bilan o'lchab yoshlarni zaharlamang. Tushundingizmi?